Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Amerika Kengash Palatası Jeff Merkley və Dan Sullivan Xitayning dövlət alqagan bastırışını aytlagan SRAS 226 numurluq qararını tunuşturdu. Amerika Federatsiya qonun chiqarish uchurlari rasmiy tor bekitining 14 may kunidagi xabarda mundaq deyildi. Davlat alqagan bastırış chet el hukumatlarining o'xshamagan fikrlarni bastirish va siyosiy ifodasini kontrol qilish uchun muajirat va musofirlar jamiyatidagilarni o'z ichiga olgan kishilarni qo'rqitish, sukut qildirish, zo'rlash yoki ularga ziyonkashlik qilish qilmishini ko'rsatadi. Dunyodagi eng ko'p davlat alqagan bastırishni yo'l qo'ygan Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumati mas qadamda faoliyat olib berib, Amerikada qonunluq o'ltiraqlashganlarni o'z ichiga olgan chet eldagi shaxslarga josuslik qilish, parakandachilik selish, tahdid selish va zo'rlash qatorliq faoliyatlarga qatnashgan. Bu harakatlar siyosiy o'qituvchilar, kishilik huquq qo'g'duvchilar va Uyg'urlar, Tibetlar va Hongkongliklarni o'z ichiga olgan milliy va diniy jamiyatlarni nishonlagan. Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatining Amerikada yashaydigan shaxslarni qo'rqitish va kontrol qilish tirishchanligi hamisha maxfiy harakat yoki tizimga o'ldirmagan vakolatchilar orqali Amerikaning egilik huquqiga daxl taruz qilganlik va qonun bilan idora qilganlik bo'ladi. Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumati yerlik hukumatlar bilan moslashib, Xitoy Xalq Jumhuriyati yoki Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumati kontrol qilgan rayonlarda yashaydigan bu kishilarning oila a'zolariga parakandachilik selish, tahdid selish yoki qonunsiz tutib turish qatorliq usullar bilan ishlatib, bu oila a'zolarini nishon qilgan mol-mulkni musodara qilish, pasportni bekor qilishdek yo'lsiz harakatlarni elib bordi. Mazkur qaror birinchi Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatining davlat alqagan bostirish harakatini sistemlik elib berishni ayblaydi. Ikkinchi, Amerikada yashaydigan barliq shaxslarning chet el hukumatlarining qo'rqitishi, majburlashi va nazorat qilishidan xoli yashash huquqi borligini muayyanlashtiradi. Üçüncü, Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatining Amerikada olib borgan davlat alqagan besim harakatining davlatimizning egilik huquqi va demokratik qimmat qarashiga xiloflik qilganligini e'lon qiladi. To'rtinchi, Xitoyning davlat alqagan bostirish qilmishi nishonlarining Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatining Xitoy Xalq Jumhuriyatida yoki Xitoy Xalq hukumati kontrolidagi rayonlarda o'ltiraqlashgan oila a'zolarini parakandachilik selish, qo'rqitish yoki qonunsiz tutib turishdek bostirish ko'lamining kengaytirilishini va asosiy kishilik huquqqa daxl taruz ekanligini tonuydi. 5. Amerika hukumatining bu xil faoliyatlarni olib borgan yoki qulaylashtirganlarni tekshirish, to'sish va javobgarligini surishtirish tirishchanligini qo'llaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Kengash palatasi Jeff Merkley va Dan Sullivanning Xitoyning Sharq Turkistondagi va muajiratdagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan davlat alqagan bostirishni ayblagan SRAS 226 numurli qarorini tunishtirganligiga rahmat aytdi va barliq parlament a'zolarining bu qarorni qo'llashini talab qilib, davlat alqagan besim cho'qim oxirlashishi kerak dedi. London may qachalash punkti 375 milliard 500 million kubmetrdan ortiq tabiiy gaz yetkazgan. Xitoyning tashviqot suvani kundalik xabarlar to'rining 18 may kunidagi xabarida aytilishicha, PetroChina shirkati Tarim neftligining 28 etisidan kelgan tabiiy gaz har kuni atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Luntay noyasidagi Lundan neft va tabiiy gaz zapsi markazidan yig'ib olinadigan va avatiladigan sharqqa qarab Shanxayga tutishadigan. Lundan may qachalash punkti g'arbdan sharqqa tabiiy gaz turbo yo'lining birinchi bekiti deb atalgan bo'lib, 2004 yılı 12 aydan başlap to'liq ticaret başlagan. Tarim neftligining xabariga qaraganda, bugunga qadar u 375 milliard 500 million kubmetrdan ortiq tabiiy gaz yetkazgan. Buning ichidagi 2025 yilining oldingi 5 oyida yetkazgan neft 8 milliard 500 million kubmetr bo'lgan. London torbekitining direktori Liang Shija, biz hozir kuniga 60 million kubmetr atrofida gaz to'shaymiz. Bu 120 million oilaning kundalik tamoq yetish va isinish ehtiyojini qondirishga yetadi degan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xitoyer apandi ijtimoiy axborot supsi X'da buningga qattiq raddiya berib, ishg'ol qilingan Sharq Turkiston boyligining o'g'irlanishi Xitoyning qad ko'tarishini ilgari surdi. Kuniga 24 million dollar, yilga 8 milliard 760 million dollarlik 60 million kubmetr tabiiy gaz 300 Xitoy korxonasini qo'llaydi va 14 o'lkadagi 400 million nafar Xitoylarni energiya bilan ta'minlaydi dedi. Amerika Kengash palata a'zosi Ted Cruz Xitoyning organ yig'ib olish qilmishini tanqidladi.
Amerika Kengash palata a'zosi Ted Cruz Xitoy Kompartiyasining Falun Gong praktikantlarga qarshi elib berayotgan kishilik huquq dafsanchiligi bo'libmi majburiy a'zo yig'ilish qilmishini tanqid qildi. Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti a'zosi Ted Cruz 13 may kuni ijtimoiy aloqa supsi X'da Xitoyning Falun Gong praktikantlarga ziyonkashlik qilishi, diniy erkinlik va kishilik huquqqa qilingan hujum, Xitoy Kompartiyasining davlat qo'llagan a'zolarni yig'ilish kasbining chavasini chitqa yaydigan vaqt o'tib ketdi degan. Ted Cruz martda Kengash palatasining nusxasini o'tirg'a qo'ygan. Dunyo Falun Dafa kunini tabriklash uchun minglagan Falun Gong praktikantlari 9 may kuni Manhattandagi paraddan o'tgan. 11 may o'tkazilgan ayrim faoliyatda faoliyatchilar Manhattanning ittifoq maydonida usul va muzika numurlarini tashkillagan. Mushunga o'xshash parad mushu oyda Germaniyadagi Berlin, Kanadadagi Montreal, Avstraliyadagi Sidney, Tayvandagi Taynan va Yaponiyaning poytaxti Tokio qatorliq boshqa bir qancha shaharlarda o'tkazilgan. Avam palatasi 5 may Falun Gongni qo'g'dash qonunini ma'qulladi. Buningda Falun Gong praktikantlarining organlarini majburiy yig'ilishga chetishliq shaxslarni jazolash belgilamasi bor. Bu qonun hozir Kengash palatasida qarab chiqishni kutmoqda ekan. Teksas shtati tunji bo'lib Xitoy hokimiyatining majburiy a'zo yig'ilish odatiga qarshi turish qonuni chiqargan. 2023-yildan boshlab yo'lga qo'yilgan bu qonun sog'lomlik sug'urta ta'minlovchilarning Xitoydan yoki a'zolarni majburiy yig'ilishga munosabatli har qanday davlatdan kelgan a'zolarni ko'chirishni cheklaydi ekan. Shuningdek, Utah, Idaho, Tennessee shtati va Arizona shtati Xitoy Kompartiyasining qurilishiga qarshi turish uchun mushuningga o'xshash qonunlarni chiqargan. Sazoyi bozorida, xalq tomoshada, egizlarda o'lishni qavat so'yiman, sirtmoq yilonbek bo'lsa gelimni, ruhliq ko'zimda xalqimni ko'raman. Tırnaq arasından kir izləyicilər, bular çoğ qılsa keltirəlaydigan halavati şunchalik deyişidir. Əməliyyatda bu bir şərəf və məqsəd muraddır. Şu səbəbdən biz şəxsi adavət nöqtəsindən emas, bəlkə məhrum millətinin qaygısı və piğanının atomlarından tüzülgən cümlə sözlərimizni yazıb bitishni çoğ məşğulat deb qaraymiz. Ta ki nurimiz o'chganga qadar. Mənbə Erk Gesti 266 son. 1949 yılı 30 aprel. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.